bir savol bersam maylimi? Ha, nima savol ekan? Meni yaxshi ko'rasizmi? Ha, albatta yaxshi ko'raman. Mabodo menga biron nima bo'lib, Allohim jonimni olsa, xafa bo'lib yig'laysizmi? Nega unaqa deyapsan? Tinchlikmi? Tinchlik, iltimos, gaplarimni eshiting. O'lsam rasmimni bag'ringizga bosib uxlaysizmi? Unaqa gaplar aytma. Qabrim ustiga chiroyli gulni olib kelib, Qur'on tilovat o'qib, shirin so'zlar bilan erkalaysiz, to'g'rimi? Lekin meni bularni ko'rmayman. Iltimos dadasi, shu mehrni tirikligimda bering. Gullarni tirik vaqtim bering. Telefondan, ishingizdan menga ham ozgina vaqt ajrating. E'tibor beraman-u. 5 kunlik dunyoda siz go'zal umr kechirib, chiroyli xotiralar olib ketishni xohlayman, dadasi. Xo'p, yaxshi narsalar haqida o'yla. Ayollarga tirikligida berilgan mehr va e'tibor kerak. Ular ham doim shuni kutib yashashadi. Qabrda biz ularning hech birini hozirgidek his qila olmaymiz. Keyin kech bo'lishi mumkin.